Hamkasbimiz Kumush bibi Ermamat va sizlarga o'qib eshittiradilar. Kumush bibi keling, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bilasizmi, har kuni jonli efir vaqtida ko'plab muxlislarimizdan bizga xatlar kelar edi, salomlar, tabriklar yozilgan. Mana bugun ularni o'qib eshittirish uchun imkoniyat yaratdik va ko'pgina xatlarni qabul qilib oldik. Hattoki she'r ham kelgan. Keling, birinchi she'rdan boshlaymiz. Marhamat. Dunyoda azizdir inson degan nom, azizdir u o'tgan har bitta lahza. Unutmang, bu hayot etmoqda davom, bilingki, tiriklik asli mo'jiza. Bilmayin kimnidir qilganmiz xafa, ularni bir bora yo'qlaylik endi. Bugunni qadriga yetaylik, bugun ertaga bu kunlar qaytib kelmaydi. Yosh ijodkor Gulnora To'xtayeva tomonidan yo'llangan she'r. Rahmat Gulnora xon. Juda ham chiroyli she'r ekan. Keyingi xatlarni ham o'qib eshittiramiz. Nilufar Karimova onamga uzoq umr tilayman deb yozganlar. Biz ham onajoningizga uzoq umr tilaymiz. Sog'lik, salomatlik